BTS guruhi xonandalarining harbiy xizmatidan qaytishi Janubiy Koreya iqtisodiyotiga sezilarli foyda keltirishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang, obuna bo'lib, like bosishni unutmang. 3 yillik harbiy xizmatdan so'ng BTS guruhi to'liq tartibda yana birlashadi. Afsonaviy Koreys guruhi bir oy ichida o'z faoliyatini yana tiklaydi. Jamoaning 7 a'zosi majburiy harbiy xizmatni yakunlamoqda. Bu butun dunyo bo'ylab muxlislar ularning qaytishini intiqlik bilan kutmoqda. Bu qaytish esa Janubiy Koreya iqtisodiyotiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Koreys guruhining 6 a'zosi, jumladan Jin, J-Hope, Rim, V, Jimin va Jungkook allaqachon harbiy xizmatdan ozod qilingan. Yengi esa iyun oyida oxirida xizmatlarni tugatadi. Iqtisodchilar fikricha, guruhning qaytishi Janubiy Koreyaga milliardlab dollar keltirishi mumkin. Chunki konsert faoliyati tiklanadi, turizm rivojlanadi, musiqa savdosi ko'payadi hamda koreys madaniyatining dunyodagi ta'siri ortadi. 2019-yilda Hyundai Research instituti tahlilchilari BTS yillik iqtisodiyotiga 4,65 milliard dollardan ortiq daromad keltirishini hisoblab chiqishgan. Bu esa 500 ming oddiy ishchining umumiy daromadidan ko'p. Buning barchasi chiptalar, albomlar, reklama, streaming, moda va hatto koreys tilini ommalashtirishga hisobiga kelgan. Guruhga qiziqish shunchalik katta ediki, 4 a'zoning qaytishi haqida xabar Haibei agentligining aksiyalarini bir kun ichida 7% ga oshirishga sabab bo'ldi. 2022-yil Pusan'da bo'lib o'tgan BTSning bepul konsertida 50 mingdan ortiq muxlis yig'ilib, $500 million dan oshiq iqtisodiy foyda keltirgan.